Qo'shg'ari Yusuf xos hojib, ato qilgan ilmga yuksalish ajib. Falakiyot siri, tarix til odob, riyoziyot ishlar behisob. Yeru osmoning va shu zotlar bilan rivoj topdi, o'sdi va bo'ldi ulkan. Ular ham bola bo'lgan, bizlardek zavqqa to'lgan. Ilm izlab, kitob o'qib doimo bo'lganlar, shunday baholar. Navoiy, Ulug'bek, Bobur va Behzod, barcha nomlar dilda qolar umrbod. Ezgulik